Assalomu alaykum aka-ukalar. Parvoz aka-ukalar, musofirda yurgan aka-ukalar, hamma sog'liqmi? Oilalar tinchmi? Yerdan boqyapmisiz? Aka-ukalar, shu har bitta videomizda shu nimaiki jo'jalarimni bersam ko'rsatib o'tgan videolarimizda tabiiy vitaminlar, sabzi, lavlagi, beda, xullas berganini ko'rsatdim. Endi ora-tura mana shu xo'roz jo'jalarga tuxum berib turish kerak. Ozgina tuxum. Aralashtirlar. Xullas hammasi kerak. Mana hozir jo'ja xo'rozlarimizni отдельный qildik. Şu 2 oylik, 3 oylik bo'lganda aka-ukalar, shu jo'ja xo'rozlarni отдельный qilib parvarish qilishingizni tavsiya qilaman. Nimaga deganda, mekandan slabiy bo'ladi-da bu. Bu e'tibor talab bo'ladi. Xo'roz jo'jalar danini ololmaydi. Общий mekanlar bilan birga boqsak, danini olib bilmaydi. Xullas kalom, kalsiy moddalarini, vitaminlarini e'tiborli bo'lamiz-da. Ko'pincha. Mana shu hozirgi davri buni eng opasli davri bo'ladi. Nimaga? Bu o'ta hozir modda ko'p talab qiladigan paytida o'ta şu modda yetishmovchiligi bo'lsa, masalan, ayniqsa shu kalsiy moddasi yetishmasa, ko'pincha slavilardan olindi. Mana shu ozgina tuxum berib tursak, mana shu tuxumda ham aka-ukalar xo'roz jo'jalarimiz uchun kerak bo'ladigan moddalar bor, kerak. Juda ham ko'p me'yordan oshirib yubormaymiz-da tuxumni. Tuxum, baliq mahsulotlarini ham berish kerak, bular ham kerak. Lekin me'yorida. Endi bu videomiz aka-ukalar shu parvozlar uchun bu dekan jo'jalarda boqish sirlari, bu xonaki parandalarga buni nimasi yo'q, aloqasi yo'q. Nimaga deganda, u xonaki parandalarda jo'jalari bildirmaydi. Bir tovuqqa ham don, ham suv kerak deydi-ku. Endi hamma narsadan iste'mol qilib turish kerak. Vitaminlar, minerallar, makro, mikro elementlar. Endi ko'p baliq mahsulotlarini tavsiya qilamiz. Ko'p aka-ukalarimiz haddan ziyod oshirib yuboradi. Yo'q, bo'lmaydi. Mana shu jo'jamiz yaqinda bir kasallandi, hozir yaxshi. Mana shu. Qolgani normalniy, xudoga shukr. Şu mana shu 2-3 oylik davrida o'ta bir slobiy shu e'tibor talab deydimi? E'tibor talab bo'ladi-da bu narsalar.
Endi yana bitta narsa aka-ukalar, masalan, mana shu hozir toza yerda berib turmaydi. Ko'p odam aytishi mumkin bu talabga javob bermaydi. Tagiga bir nima qo'yish kerak. Yo'q. Aka-ukalar, bu ozgina mayda shag'allar. Hozir bu tagi mayda shag'al. Mayda shag'allar ozgina qum ham yeb yurish kerak parranda. Qamoqlarda bo'lsa, buni обязательно bir maxsus bir idishlarga solib qo'yish kerak. Maydalangan qum, maydalangan shag'allar, o'tin kuli, so'ndirilgan ohak. Aka-ukalar, mana shunaqa gaplar. Telegram guruhimiz bor. Telegram guruhimizga o'ting. Silkasini kommentariyani boshida qo'yaman. Bu siz uchun foydali bo'ladi. Agar parranda boqadigan bo'lsangiz, bu albatta siz uchun kerakli kanal bo'ladi. Yana bitta narsa aka-ukalar, Telegramdan, lichkadan kasalliklarga nima deydi? Kasalliklarga javob berib uspet qilib bo'lmay qoldi. Nimaga deganda 200 dan ziyod video havollar, audio havollar kelib tushadi. Bu imkoniyati yo'q aka-ukalar. Tuxumdan yeb bo'ldi. Sog' salomat bo'lamiz aka-ukalar. Yanagi videolarda diydor qadar uchrashguncha sog'